5 qavatli yangi qishli domda 2-qavatdan 2 xonali kvartira taklif qilsam jigarlar, nima deysizlar? Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. 5-mikroyon tarafdan ko'pchilik bizdan pastki etajdan kvartira so'ragan edi. Aynan biz sizlarga pastki etajdan kvartira topib qo'ydik. Jigarjon, video ko'rishdan oldin bitta like va obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Xo'p, videomizni boshlaymiz. Ko'rib turgan joyi juda ham keng va katta bo'lgan perixojniy qismi. Perixojniy qismini tepa qismiga qaraydigan bo'lsak, to'liq natrijnoy patolog qilingan, chiroyli ko'ryapsizlar. Svetilnikchalar qo'yib qo'yibdilar jigarlar. Ichki eshiklarimizga qaraydigan bo'lsalar, ichki eshiklarimiz anaqa zamonaviy eshiklar qo'yilgan. Xo'p, elektr montajga har doimgidek men alohida ahamiyat beraman. Chunki men uchun juda ham katta rol ijro etadi. Elektr montaj ko'ryapsizlar? To'liq panel ham yevro montaj qilganlar jigarlar. Xo'p, uyimiz obzorini boshlaymiz. Oyoqda to'liq laminat qilingan. Birinchi xonamiz. Zalimiz ko'rishlari mumkin. Devorlarimiz to'liq mo'ysha bo'ylardan qilib qo'yilgan, konditsioner joylar tashlab o'tilgan, televizorimiz joyi ham qo'yib o'tilgan. Bir xil aboytanlangan, ko'ryapsizlar. Tepa qismimiz natrijnoy qilingan ekan, lekin qandimchani o'ziga bitta alohida baho berasizlar. Juda ham chiroyli ekan, juda ham yoqdi. Jigar, shu joyda bitta to'xtay. Hamma uchun buni narxi qiziq. Aynan biz sizlarga shu uyda 41200 ga olib kelib qo'ydik. Buni oldingi narxi 42000 mingdan kam so'ralmagan ekan. Boshqa joyda даже 43000 ga aylangan. Aynan bizning kanalda 41200 AQSh dollar aylanyapti jigarjon. Nima deysiz? Arziydimi? Ana bu spalni qismimiz. Spalnimiz ham to'liq natrijnoy qilingan, oyoqda laminat qilingan. Bemalol spalni garniturlarni joylashtirib olishlari mumkin, televizorlarni joylarini tashlab o'tganlar. Xo'p, bularni issiqlik tizimi qanaqa deyishlari mumkin? Issiqlik tizimi uchun albatta radiatorlar qo'yib o'tganlar, oynalar 2 qavat AK+ romlar turibdi. Mana shu pardalar bilan birgalikda. Oynasi ochilmadi. Nimagadir. Xo'p, alohida bo'lgan sanuzor qismiga ham ega. Ana bu hojatxona qismi. Tapatalga kafir qilingan. Ana bu joyda yuvinish xonasi. Ko'ryapsizlar, alohida. Xo'p, hurmatli uy bekalari uchun albatta kuxnya qismi. Kuxnya qismimiz ko'rishlari mumkin. Partiyalar terilgan cho'qqi, tabiiy kechirasiz, issiqlik tizimini yaratib beruvchi do'l kontrolli kotellarni ham qo'yib qo'yibdilar jigarlar. Tashqari atmosferani bitta ko'rsating. Detskiy maydoncha, parkovka, hamma narsa yetarli darajada. Ko'ryapsizlar, mahallaning tagigacha asfalt qilingan. Hech qanaqa problemasi yo'q. Eng asosiysi, domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan, gazdan, svetdan, suvdan muammosi yo'q. Sirasi kirib yashaysizlar, jihozlaringni olib kirib. Narxini yana bir marta eslatib o'taman. Narxi 41200 AQSh dollar so'raladi. 5 qavatli yangi qishli dom, 2-qavat 2 xonali. Umumiy maydon 65 metr kvadrat. Orientirda Aspgardon deb kelasizlar, 7-mikroyon bilan ro'bari yoki bo'lmasa o'zbegim adilda orientir qilib kelsalar juda ham yaxshi bo'ladi. Jigarjon, bitta yaxshilik qiling. Videomizni bitta o'zingiz yaqinda bilgan, yaqiningizga ulashib qo'ysangiz, manfaatli ish qilgan bo'lasiz jigar. Nima deb o'ylaysiz? Arziydimi, arzimaydi? Kommentariyada bomba qilib portlating. Ko'rishguncha.